Nimalar qilyapsiz? Ya aka biz xudoxonasi izolasiyaga harakat qilyapmiz. Bu primermi bu? Tayyordan ishlatasizmi? Zo'ridan. Rossiyskiy bu. Qani bitta aylantiringchi basharasi ko'rib qo'yaylik. Reklama qilib qo'yaylik. Mana. O, primer rossiyskiy. Ufti. Zo'ridan ishlatargansizda? Hidi yo'g'idan bu. Mana shunaqa qilib, Shunchaki yo'q. mana shunaqa qilib qo'yib qilib qilinarkan-da. Suvni ham uramiz. Naqa Qancha ko'p ursak zag o'tmaydi. oralari qolmas ekanda. Yo'q. Mana. Xolasa. Keyin buni ustidan 2 qavat rulonligidan olib Xudo chiqarasiz. xolasa, ha, kamal bo'ladi. Birinchi qorasi keyin orqa. Buni shlifovkaga ham chiqqanmisiz? Hamma Ishlab, tozalab, cho'tki qilib. cho'tki qilib keyin boshlaysiz ishda. Albatta. Cho'tki qilmasak yaxshi bo'lmaydi. Hamma gap shunda deng. Hammaga mana chiroyli chiqsa klientlar ham ko'payaveradi. Deb bu beton devorlar o'zi vashi Uzoq chiqqanda bu ikkiga quyilgan ekan, cho'tki qilib, qilich cho'p ketibdi-ku. bitta turibdi. Qilich. Hali qaytmas bo'lganda kuyganda. Nima deysiz muxlislaringizga? Muxlislarga endi tilagim nimasan bo'lardida. Yaxshi ishlab, ishimizni ko'rib baholab, yoqsa like. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Salomat.